Salom hurmatli obunachilar, katta videomda ko'rib turibsizlar, 4/6 variantni yasash jarayoni. Bunga kerak emas, Bu faqat yerda katta tavsiya. tashlab variantni kerak qilgan bo'lsa, tushunadigan odam o'zi hammasini aytib o'tirmasam ham ko'rib ham videoda tushunib olishinglar kerak. Tak men hozir hammasini aytib o'tirishim niyatim ham yo'q, lekin variant tashlab aytib o'tmoqchiman. Men materiallarni tikib, uni bog'lanadigan variant qilib o'tirmayman-da. Men unga vaqtim ham yo'q. Unga sabrim ham yo'q qilishga to'g'risida. Undan yengil material olib qo'ya qolaman-da. Lekin unaqa qilmaydigan odamlar ham bor, meni kuzatishyapti va bitta materialni ko'p davomiy qilib ishlataman deydiganlar uchun mana ko'rib turibsizlar, chetlariga lipochka qilib qo'yganman. To'g'rirog'i lipochka qildiryapman. Shu lipochkadan shilib olish osonroq bo'ladi va materiallar yirtilmaydi. Agar siz lipochka qilib qo'yib, lipochka variant qilaman desangiz, sizning xohishingiz qilsangiz bo'ladi. Faqat yomg'ir yog'adigan, qor yog'adigan momentlarda lipochka turib bermaydi. Og'irligini hisobiga chiqib ketib qoladi. Shuni hisobga olinglar. Men lipochkani nimaga qildiryapman? Ustidan stepler qoqaman. Material qilib turib, ustidan stepler qoqamanda, yechgani kelganda lipochka bilan yecholsam, materiallarim yirtilmaydi. Menga shunisi qulay, menga shunisi oson. Men shu yo'nalishda ishlayman. Ko'rib turibsizlar, hozir ish jarayonida tagidagi karkasini terishga vaqt ketadi, juda katta vaqt shunga ketadi. 1 soat, 1,5 soat bolalarni sekin ishlasa shunaqa tez ishlaydigan bo'lsa, tezroq yig'iladi. Mana shu temir karkasni ko'pchilik so'raydi, nech bo'lib? $500, 4/10 varianti. Xullas kim qanaqa narxda oladi? Toshkentda shunaqa narxga sotishadi. Kelishtirgan narxda ham olib berishim mumkin aloqaga chiqsanglar. Xullas patolog qilib bo'lamiz, qo'llarni qilib bo'lamiz. Qo'llarni har doim burchak-burchagiga qildiraman va ikki taraflama qildirib, ichidagi trubasini ichiga kirgizib yuboraman. Va materiallarni qoqib yuboramiz, o'rtadagi tushib turadigan materialni. Keyin to'rtta tarafiga lyustraylaman. Lyustrani ham shogirdimga o'rgatganman, qanaqa urovenda qilish kerakligini. Rezultatni ko'ringlar, yoqqan bo'lsa bitta like va podpiska bosib qo'yinglar. Bundan zo'r videolar hali oldinda.